Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz sayt bo'yicha bo'ladi, veb sayt bo'yicha. Hamma ko'pchilik taniydigan sayt mp3.net sayti bo'yicha bo'ladi. Bu tushunishingiz uchun oldingi o'sha 2013-14-yildagi holati, ya'ni 8-fevral 2014-yildagi holati biz bu sayt klon qilib chiqdik. Domenni ham sotib oldik, dizaynni ham klonlashtirdik, 100% bo'lmasa ham. 70-80% o'zimiz tayyorladik. Shu sayt yordamida mp3.net premyera web.arxiv.org 2014-yil Başta tayyorlab chiqdik. Bu biz tayyorlagan versiyamiz mp3.net. Hozircha yangiliklar yo'q saytda, kamroq. Qo'ldan kelgancha harakat qilib mp3.net saytiga kir va zamon bilan xavfsiz bo'l. Bizga ChatGPTdan ham yordamda berilyapti. ChatGPT tomonidan nimalar qildik? ChatGPT tomonidan shu narsani chiqara olmayapti o'zim. Eskisida bor edi. Mana sal boshqacha chiqdi. Va biz tayyorlagan versiyada ham xudo xolisa birga bir bo'lib chiqdi. Почти. Keyingisi audio player sayt ko'rinishiga moslab ChatGPT tayyorlab berdi. iPhone'da muammo bo'lib turadi. Muzikani bossa muammo yo'q, lekin videoni bossangiz video ko'rsatmayap turadi. Videoda muammo bor edi. Endi hozir iPhone'dan kirganda ham videoda hech qanaqa muammo yo'q va player sayt dizayniga biroz moslashtirilgan. Endi agar bu kirsa ko'rsatib beraman. Chunki bu arxiv orqali ishlaydi. Ishlaydimi yo'qmi bilmayman. Xudo xolisa ishladi. mp3.net Tugmachamizni ham xudo xolisa o'xshatdik. Bitta shu qoldi. Shuni ishlata olmadim hali. ChatGPT ham chiqarib bera olmayapti. Keyin shu tagidagi ham o'xshamayapti. Bunda ikki qator chiqyapti, bizda bir qator chiqyapti, chiqara olmayapman. Ozgina kommentariyada, kommentariyada ham ozgina muammo bor. Shu endi mobil versiyaga o'tamiz. Telefondan kirganingizda avtomatik mobil versiyaga o'tib ketadi. Bu eski holati. Biz ham shunaqa birga bir holatda qilgandik, birga bir qilib chiqqandik. Keyin ChatGPTdan maslahat so'radik, yordam so'radik. Bu holatdan bu holatga keltirib berdi. Biroz zamonaviyroq qilib berdi. Menga misol juda ham ma'qul keldi, juda ham yoqdi. Podrobniga bosasiz. Endi ham player dizayn ko'rinishiga moslashtirib berilgan. Videoni ko'rsatadigan bo'lsam. Ancha tayyor bo'lib qoldi, lekin shunda ham to'liq emas. Kimga qanaqa yordam yoki maslahat kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.